Assalomu alaykum azizlar, aziz muxlislarimiz. Bugun xudo xolasa Chimkent shahriga tashrif buyurdik. Bugun xizmatimiz Sayramda. Sayramlik aziz muxlislarimiz bilan diydorlashamiz. Sog' bo'linglar, kuzatib boringlar. Hayolim uyida tanho gulumsan, navoyu nazmimu ko'ngil kuyimsan. O'zing bilmay yorim aslida. Sahnada O'zbekiston va Azam shahrimizdan tashrif buyurgan estradamizning yorqin yulduzi, xush ovoz xonanda Imron sizlar uchun ko'ylaklar. Marhamat. Iforingdan olov bo'lib yonaman, shunday tilbaman yo devonaman. Ne go'zallar menga zor bo'lsa ham, sendan zo'ri yo'qligin tan olaman. Sendan zo'ri yo'q, sendan zo'ri yo'q, ta'rifing aytishni boshqa yo'q.